Assalomu alaykum. Bugun mana masjidimizda hashar. Jamoat hasharga kelishgan. Tozalik bo'lyapti. Hayit namoziga tayyorgarlik. Salatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tozalash ishlarida, chiqindilarni chiqarishda, mollarni tartibga solishda ana shunday jonbozlik ko'rsatgan insonlarni bugun ro'za holida tolgan vujudlarini dunyoda ham baxtiyor qilib, qiyomat kunida Rayyon jannat eshiklarini ochib, u joydagi eng buyuk rohatlarini nasib qilgin. Ajrlarida ota-onalari, ahli ayol farzandlarini ham sherik qilgin. Yurtimizda doimo tinch qilgin. Urushlardan, notinchliklardan, fitnalardan o'zing asragin. Notinch o'lkalarga Allohim tinchliklaringni qaytargin. Allohim dunyo va oxirat yaxshiliklarini nasib qilgin. Alloh taolo ota-onalarimizdan o'zing rozi bo'lgan, ustozlarimizdan rozi bo'lgin. Farzandlarimizning barchalarini baxtli qilgin, munosib kelin va kuyov qilgin. Ular uchun bizlarni Allohim go'zal nabiralar bilan, zurriyotlar bilan Allohim baxtiyor etgin. Allohim o'zingdan tilaymiz. Bu baytingni obod qilgan, bor qilib turgan, xizmatlarida labay deb turgan barcha yaxshilardan o'zing rozi bo'lgin. To'klarimizga, gazlarimizga qarab turgan, suvlarimizga qarab turgan, baytingning chiroqlarini yoqib turgan, suvlarni oqizib turgan barcha xayrli insonlardan o'zing rozi bo'lgin. Jannatingdagi qasrlarni ular uchun nasib qilgin. Ajrlarda ota-onalar, yaqinlarni ham sherik qilgin. Va sallallohu va barik va sallim ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Taqabbal minna bi rahmatika.